Assalomu alaykum hammaga, mani kanalimga xush kelibsizlar. Bugun mana shunaqa noodatiy holda, noodatiy kamerani nima deydi, Google'da video olishga qaror qabul qildim. Ko'rib turishingiz mumkin, hozir men xonamda emasman. Men hozir balki dengiz yonida o'tiribman. Orqada ko'rsangiz dengiz turibdi va men hozir United States of America'daman. Ana yerda bayroq bo'lishi kerak, adashmasam, agar ko'rinayotgan bo'lsa, agar ko'rinmayotgan bo'lsa montajda qo'yib yuboraman. Hozir men Amerikadaman. Amerikaning Massachusets shtatida Work and Travel programmasi bo'yicha keldim. Anchadan video qo'ya olmadim kanalimga ham, chunki vaqtim bo'lmadi. Ish topish, boshqa narsa ishlash kun bo'yi ko'p vaqt oldi. Ana yerda ko'rishingiz mumkin, Perry menimcha Amerikaning bayrog'i bilan. Xo'p, mana shunaqa vid, mana shunaqa nima deydi? Atlantic Ocean'dan bir shingil. Xo'p, hozir prosta ishdan chiqdim va video olishga qaror qabul qildim. Prosta dengizni ko'rganimdan keyin. Menimcha mana shu nima kamera yoqdi menga. Mana shu nima deydi? Google. Mana shu Google yoqdi, o'shanda mana shu yerdan olishga qaror qabul qilaman va shu yerdan davom ettiramiz. Xo'p, qanaqa qilib Amerikaga men kelib qoldim? Boshdan boshlaymiz. Amerikaga kelishimning asosiy maqsadi Work and Travel programmasi, ya'ni J1 student bo'lib kelishim va undan keyin American University Bulgariyada o'qiyman. O'sha yerda bizda shunaqa opportunitylar bor Work and Travelga. Topshirdim, vizamga kirib chiqdim 12-mayda va bir kunda vizamni qo'lga kiritdim, bir kunda. Social media hammasini tekshirishadi. Ulardan o'tib eson-omon vizani qo'lga kiritib va 19-mayda Amerikaga uchib keldim birinchi marta. Hammamizda bo'lgandek, menda ham yoshligimdan katta orzuyim edi Amerikaga borish, kelib ko'rish. Kelgan paytim juda ham katta shok bo'ldi menda. Chunki men Bolgariyada o'qiyman, ingliz tilida, to'g'ri, lekin baribir ko'chaga chiqqan payt ko'pchilik bolgar tilida gapiradi sizga. Va bu yerda keldim va hamma ingliz tilida maza qilasiz. Ya'ni men o'zimda IELTS'im 8, lekin shunaqa bo'lsa ham ko'p insonlarni tushunishda menda problema bo'ldi. Masalan, ular shunchalik tez gapirishadi va shunchalik nima deydi, amerikanskiy aksent bilan gapirishadi. Что men ham protsess qilishga ancha vaqt ketib qoldi. Shunaqa shok periodidan o'tdim, hamma narsadan o'tib, hozir bemalol video rekord qilishni boshladim. Atrofimda thank you. Atrofimda har xil odamlar o'tib, boshqa narsa qilishyapti. Nima deydi? Amerikanskiy vibe hamma narsa bor, o'shaning uchun men protsessdan maza qilaman, to'g'risini aytganimda. Xo'p, IELTS haqida videolar yana bo'ladi. Nafaqat IELTS, balki application, boshqa narsalar haqida ham video olmoqchiman. Ularning asosida mana shunaqa to'g'ri chiroyli lokatsiyalar topib olishga qaror qabul qilaman va davom ettiraman. Xo'p, meni miyamda hozir mix bo'lib ketgan juda ham ko'p tillar, masalan, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, o'shanga hammasini mix qilib gapirayotgan bo'lsam, uzr so'rayman va noto'g'ri yoki kerak so'zlarni aytirayotgan bo'lsam, o'zimdan undan ham uzr so'rayman. Yana nima desa bo'ladi? Aynan hozir 1 soatdan keyin O'zbekiston va Kongo o'ynaydi. Men bora olmadim, Atlantada, Georgiyada, Massachusetsdaman hozir. Lekin nima deydi, omad tilaymiz bu o'zani komandaga. Ikkita o'yin unchalik o'xshamadi, lekin bu safar yaxshi o'xshaydigan umiddaman. Hozir videoni qo'ygan bo'lsam, sizlar o'sha rezultatni ham bilsanglar kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston birinchi marta chiqdi. Menga o'xshab men ham birinchi marta Amerikaga keldim. Shunaqa gaplar. Podrobni yana ham qiziq bo'ladigan bo'lsalarni ham ko'rsataman, lekin mana shu momentdan prosta sizlarga ko'rsatishga qaror qabul qildim. Maslahatsiya qilish uchun, nima deydi, bo'lishkim keldi shu narsa bilan. Anchadan video olaman deb yurdim, lekin nima deydi, vaqt yetishmadi yoki to'g'ri joyda bo'lib qolmadim. Hozir prosta kameramni ochdim, shunaqa qilib qo'yib yubordim videoni. O'zi YouTube studiyaga ham qarab turibman. Reading haqida video, listening haqida video ancha yaxshi, nima deydi, продвижение bo'lyapti. To'g'ri 90-50 ta prosmotr bo'lishi mumkin, lekin men umuman aralashmadim, umuman ko'rmayapman, lekin odamlar o'zi YouTube rekomendatsiya qilgandan ko'rib qo'shilishni boshlashyapti. 2 ta podpishchik, menimcha 2 ta 3 ta podpishchik qo'shildi, yo'q joydan. Men o'yladim, bir tashlab ketsammi, undan keyin yo'q edim. Prosta hech bo'lmaganda hayotimni nima qo'yib bor, hech bo'lmaganda kimgadir o'zbekcha gapiradigan ma'noda. Chunki men turganda hozir Massachusetsda, Martha's Vineyard degan islanddaman. O'zbek umuman yo'q. Qozoq bratlar bor, boshqa bratlar bor, lekin o'zbek emas ular. Ular bilan ko'pincha ruschada, inglizchada gapirishga harakat qilinadi va harakat bo'ladi, gapiriladi va kamerada faqat o'zimcha gapiraman. Undan keyin yana nima qo'yishimni o'ylab ko'raman. Masalan, IELTS aynan writing speaking partlarida yaxshiroq qo'yishim mumkin. Overall mana shunaqa experience va hozir men Amerikadaman. Men juda ham xursandman. Aytganimdek,
hali ham eslayman yoshligimda endi IELTS tayyorlanayotgan vaqtim New Yorkda aynan nima deydi Times Square'da videoga olib qo'yib nima deydi printerdan chiqarib uyimizda printer bo'lardi, stolimga yopishtirib qo'yardim, чтобы o'zimga motivatsiya berish uchun mana shu yerga bir kun boraman deb. Va nasib bo'lsa mana shu keyingi oilada shu narsani plan qilyapman. Nasib Times Square'ga ham bir o'tib kirishni. Shunaqa qilib bunaqa dreamlar menda juda ham katta edi yoshligimdan aytganimdek. Juda katta nima deydi? Juda ko'p usiliya bo'ldi bu yerga kelish uchun. IELTS oldim, programmalarda boshqa narsalarda qatnashib va kelgan paytingiz mazza qilasiz. Orzuyingizga erishgan paytingiz mazza qilasiz, uni har bitta momentidan enjoy qilishni boshlaysiz. Boshqacha odam bo'lib shakllanasiz, mazza qilasiz. Hayotingiz yana ham qiziqarliroq bo'ladi. Va nima deydi, har bitta odam o'zini maqsadiga erishgandan keyin juda ham katta adrenalin bo'ladi va dopamin ishlab chiqariladi. Yana ham katta maqsadlar qo'yishga harakat qilasiz. Lekin menda nima bo'ldi? Men o'zimni biroz yo'qotib qo'ydim. Ya'ni qaysi ma'noda? Yaxshi ma'noda. Просто aytdim, "Давай наслаждаться моментом" dedim, просто yashadim, mazza qilib yashadim. O'g'allarim bilan ko'chaga chiqdim, aynaldim, narsa oldim, ovqatlandim, ishlarimdan mazza qildim, kutubxonalarga bordim. Mana shunaqa просто hayotdan kayf qilib yashashni boshlagandan keyin, ya'ni mazza qilib yashashni boshlagandan keyin o'sha yana keyingi maqsadlar ham kelishni boshladi asosda. Menimcha hayot shunisi bilan chiroyli, shunisi bilan go'zal juda ham. Har doim nimadir erishasiz, unga erishganingizdan keyin yana katta maqsad keladi va yashashdan mazza qilish kerak menimcha aynan shunaqa momentlarda. Juda ham xursandman orzuyimga erishganimga va hammaga tilab qolaman katta maqsad qilishni, oxirigacha borishni. Qiyin vaziyat bo'lgan paytda ham chidab bilish kerak, что hech narsa oson bo'lmaydi. Erishgandan keyin uni mazasini, shirasini bilganingizdan keyin mazza qilasiz. Vid qaranglar, просто mazza. Shunaqa talking head, ya'ni gapirayotgan bosh stilida просто olishga qaror qabul qildim. Menimcha C1 levelim bo'lsa kerak, qaror qabul qildim degan so'zni ishlatgan paytim o'zbek tilida, lekin yaxshi so'z menga yo'qmadi. Bilmadim. O'zim mazza qilyapman prosesdan. Просто mazza. Har xil odamlar men bu yerda TikTok olishayotgandi. Tipo bolalar nimaga suvga sakrab TikTok olib. Tipo nima deydi? Hamma o'zining hayoti bilan, hech kimning siz bilan ishi yo'q. Просто masalan, hozir ham rekord qildirgan paytim o'tib ketdi odamlar kameraga qarab, haydib yoki просто tak o'tib ketishdi. Vibe boshqacha. Vibe boshqacha, energiya boshqacha. Kuch beradi sizga, yana ham o'zingizni yaxshiroq his qilasiz. Men bu yerda Amerikani juda ham maqtab borib, unaqa deyotgan yo'qman. Masalan, men o'zim ham ko'p kino ko'rganman, boshqa narsa qilganman Amerika haqida. Amerikanskiy universitetda o'qiganman, Amerikan kornida ishlaganman, American Consuls'da. Har doim American vibe'dan ozgina nima deydi? Kichkina ko'saklarni his qilib ko'rganman, experience ko'rganman. Hozir men chista Amerikani o'zidaman. Nima deyman? Chista shunaqa vibe qanaqa bo'lsa, men o'sha Amerikani kichkina nimalarda ishlagan paytim, organizatsiyada o'qigan paytim, bu yerda ham xuddi shunaqa, faqat eng kattasi. Har xil odamlar, har xil tomondan. Hamma o'zining maqsadi bor. Qanaqadir kichkina maqsad bo'lsa ham, nima deydi, bugun ko'proq pul topish bo'ladimi yoki qanaqadir biznesni ochish bo'ladimi, hammaning o'zining maqsadi bor. At the same time, hamma nasladatsiya qilishga harakat qiladi har bir momentdan. Har bir momentdan nasladatsiya qiladi. Masalan, har xil odamlar bilan ishladim, har xil odamlarni ko'rdim. Ulardan har bittasidan nimadir olsangiz bo'ladi, nimadir o'rgansangiz bo'ladi. Va nima deydi, xato qilishga ko'proq encourage qilishadi. Xato qilsangiz ko'proq narsa o'rganasiz deydi. Masalan, ishxonamda ham ishlayotgan paytim so'raydi. Masalan, nimadir bilmasam, uzrman, xato qilib qo'ydim, nima qilay desam, hech qisi yo'q. Keyingi safar bilasan buni qanaqa qilib to'g'rilashdi. Bu o'zingga plyus bo'ldi deyshadi. O'sha ham katta motivatsiya. Ya'ni nima deydi, jamoada shu narsani rivojlantiradi. Insonlar ko'proq xato qilib o'zini ustida ishlashini. Shunaqa gaplar. Shunaqa har xil ideyalar kelib turadi, o'shalarni просто всплёск qilib chiqarib tashlashga harakat qilaman. Yana ham sizlarga yaxshiroq ko'rsatayman bu yoqda. Opa. Mana shunaqa vid. Dengiz. Hamma odamlar o'tib qaytib yurishdi va amerikanskiy domik. Mana shunaqa. Umid qilaman video sizlarga yoqdi. Menimcha bu qisqa update'lar vaqti edi. Просто ichimdagi narsalarni sizlar bilan bo'lishga harakat qildim va bo'lishdim ham. Umid qilaman video sizlarga qo'shqaqda yoqdi.
va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Kuninglar xayrli o'tsin.